Olmazor tumani, Oxunboboyev. Shundoq, Makron oldi. Makron to'g'risidagi ko'cha, oldingi Makron, hozir Korzinka bo'lgan. Shundoq mana shu ko'chamiz. Suv, gaz, svet, kanalizatsiya asfaltda bo'lgan. Shu katta yo'lga ham uzoq emas. Ko'chamiz tupik hisoblanadi. Shu sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan uyimiz shu. Hozir mana sekin uyim ichini bitta ko'rsatamiz. Yo'lga kirishimiz bilan bitta mashina qo'yish uchun bemalol joy bor. Zeleniy zona. Atmosferani ko'rishingiz mumkin. Uyimizda faqat fasad qismi qolgan. Bitganiga uzoq bo'lmagan, 1,5 oy bo'lgan. Uyimizda ikkita kirish xodi bor. Bu yoqdan gastovoy, mehmonxonaga kiradigan uy, eshik. Bu yoq tarafdan uyimiz, asosiy uyimizga kiradigan uyimiz. Asosiy uydan boshlaymiz. Bismillah. Kirib kelishimiz bilan bitta katta hol. Mebel texnikalarini okamlar o'zlari maxsus shot uchun yasatgan ekanlar. Hammasi yog'ochdan sifatli narsa qurilgan. Xo'p. Bu yoqda 85 talik televizorlarimiz. O'ng tarafda mehmonxona, mebellari eksklyuziv qilib yasalgan. Hammasi sifatli narsadan, qimmat narsa qilib yasalgan. Televizorlarimiz, ko'rasizlar. Xiaomi. Shkaflarimiz, xolodilniklarimiz shkaflarning ichiga yashirilgan. Bu yoqda hamma mebel texnikalari maxsus qilingan. Hammasi sifatli narsalar qo'yilgan. Bu yoqlar hammasi shkaf qilingan. Bu yoqda mehmonxonaga o'tirishimizda o'rtada bitta umumiy sanuzel bor. Ya'ni mehmonlar uchun. Bu yoqimiz mehmonxona hisoblanadi. Endi u yoq tarafni ko'ramiz. Toshlarni ham qaranglar, juda chiroyli bo'lgan. Kirganimiz o'ng tarafdan boshlaymiz. Bu yoqda bitta detskiy spalni, to'g'rida umumiy sanuzel. Bu yoqda bitta yotoqxona, mebel texnikalarini ko'rasizlar, chiroyli. Bu yoqda yana bitta detskiy spalni. Bu yoqda ichida sanuzeli bilan, o'zini sanuzel vannalari bilan yana bitta roditelskiy spalni hisoblanadi. Bu joyda orqa hovliga eshigi bor. Mana orqa hovlilarini ko'ramiz. Okamlar aytibdilar, quyosh paneliga ham simlarni tashlab ketilgan deyaptilar. Endi podval podvalimiz bitta yaxlit qilib gilamlar tashib qo'yilgan. Bu yoq tarafda akam trenajyorniy zal qilmoqchi bo'lgan ekanlar. Bu yoq tarafda kladovka bor. Bu yoq tarafda uyga yuragi bo'lgan kotellik bor. Kotelliklarning hammasini sifatli narsalarni qo'yganlar. Bu yoqda to'q ko'paytiradiganlar. Mana hammasi sifatli. Uyimiz 3.2 sotuvga joylashgan. Pastda egalarining o'zlari raqamini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib savdo qilishingiz mumkin.